Xorazm bulbuli 54 yoshda bir to'ydan 36 million so'm topadigan prezidentning tilla otiga munosib ko'rilgan otasi va ayolini qabrga qo'ygan Og'abek Sobirov haqida. Assalomu alaykum, siz bilan Yangiliklar.uz kanali. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov nafaqat O'zbekistonda, balki qardosh millat vakillari orasida ham o'z o'rniga ega san'atkor. Bu yil 54 yoshni qarshilagan xonandaning san'atga kirib kelishi, ayriliqlarga to'la hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Og'abek Sobirov 1972-yil 24-iyun kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida temiryo'lchi Karimota xonadonida dunyoga kelgan. Ilk musiqiy saboqlari akasi Maqsud Sobirovdan olgan. 1978-yil 9-o'rta maktabga, 1983-yilda 3-musiqa maktabiga o'qishga kiradi. Musiqa maktabidan so'ng Urganch shahrida joylashgan san'at kollejida tahsil olgan. Og'abek Sobirov ko'plab musiqiy tanlovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etgan. Filarmoniya binosidan ilk yakkaxon konsertini 25 yoshda Filarmoniya binosida taqdim qilgan. Xonandaning bu boradagi natijalari havas qilgulik. Og'abek Sobirov poytaxtda 30 ga yaqin viloyat va tumanlarda 200 dan ortiq yakkaxon konsertlar muallifi bo'lgan. Bundan tashqari, AQSh, Germaniya, Fransiya, Belgiya, Kanada, Turkiya, Malayziya, Hindiston, Rossiya, Eron, Janubiy Koreya, Vengriya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Xitoy, Turkmaniston davlatlarida bir necha martalab yakkaxon konsert dasturlarini taqdim etgan. Unvonni avvalroq berish kerak edi degan gapni eshitish katta baxt. Davlat mukofotidan avval muxlislarning Xorazm bulbuli degan e'tirofga muyassar bo'lgan Og'abek Sobirov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga 2002-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga esa 2020-yilda munosib ko'rilgan. San'atkor uchun unvon avvalroq berilishi kerak edi deyilgan gaplarni eshitishning o'zi katta baxt. Masalan, sizga ham berdimi, tavba desa nima qilardim? Undan bu narsaning keragi bo'lmasdi. Chunki u sharaf bo'lmaydi. Odamlarning ko'zida soxta san'atkor bo'lib gavdalanib qolasiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali to'ylarda, konsertlarda, xalqimizning yaxshi kunlarida odamlar bilan ham suhbat bo'lib qolamiz. Shu paytlarda birinchi beriladigan savol shu: nima uchun sizga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilmayapti? Bu savollardan men to'g'ri ma'noda zavq olardim. Demak, shukrki men xalqning nazarida ekanman. Keyin ham berilmasligi mumkin edi. Aslida gap berilishi yoki berilmasligida ham emas. Masalan, xalq yaxshi ko'rsa shuning o'zi oliy unvon. Endi 10 yil oldin, 15 yil oldin berilsa ham bo'lardi degan gaplar bo'lyapti. Masalan, bu narsaga ko'pchilik guvoh, ochiqdan ochiq yozishyapti. Bu narsalar san'atkor uchun ulkan baxt. Aytishadi-ku, har bir narsaning o'z vaqt soati bor. Demak, vaqti bo'lmagan. Men shunday tushunaman. Allohga behisob shukr. Yurtboshimizning kamtarona san'atimizga nazari tushganidan juda xursandman, deydi xonanda O'zbekiston xalq artisti unvonini nisbatan kech olgani haqidagi gap so'zlarga nisbatan. Prezidentning tilla otiga munosib ko'rilgan xonanda. Odamlar orasida Turkmaniston prezidenti Og'abek Sobirovga tilla ot sovg'a qilgani uchun uni davlat tadbirlariga qo'yishmayapti degan gap so'zlarga bo'lmagan mishmishlar degan munosabat bildirgan edi. Birovga yoqish-yoqmaslik hamma davrda ham bo'lgan. Rostini aytsam, o'sha paytda 15-16-yillar avval kimlarningdir she'rini aytishim kerak bo'ldi. Shu she'r menga yoqmadi, tanamga singdira olmadim. Qo'pol qilib aytganda o'sha she'rni qo'shiq qilib aytgim kelmadi. Keyin bu qo'shiq aytilmadi. Shundan boshlandi bu ahvol. Xalqimizning to'ylarida ko'p bo'lamiz. 1-2 kun qolganda tezda tadbirga yetib keling degan davlat chaqiriqlari bo'lib qoladi. Bormaslikning iloji yo'q, lekin bu yerda to'yga aytilganmiz. O'ylab kutgan odamlar bor, odamlar niyat qilishadi. Qancha harakat va orzu-niyatlar bilan qilinayotgan to'yga bir kun qolganda borolmayman deb aytishni tasavvur qilib ko'ring. Ularning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Vijdonim qiynalardi. To'yni tashlab u yerga borolmasdim. Har kim har xil tushunishi mumkin. Birov pulni deb ozgina mablag' ko'ziga yaxshi ko'rindi-yu, davlatning bepul tadbiri ko'ziga ko'rinmadi deyishi mumkin. Lekin unaqa emas. Har kimning sharoiti har xil. Kambag'al odam niyat qiladi. Men borolmasam yuzimga aytadi. Va'da berdingmi? To'yning sanasini o'zing belgiladingmi? So'ragan pulingni berdimmi? Kelasan, tamom deydi. Xo'sh, shu kabi vaziyatda nima qilishim kerak? Nima deb javob savolga hamisgacha hech kimdan qoniqarli javob eshitmaganman. Shu narsalar asta-sekin mening davlat tadbirlaridan chetlashishimga sabab bo'ldi deb o'ylayman, deydi Og'abek Sobirov. AQSh dollarlaridan yasalgan pulchambar. Og'abek Sobirov 50 yoshdan oshgan bo'lsa-da, o'zbek to'ylaridagi eng talabgor xonanda. Muxlislar uni shunchalik yaxshi ko'rishgandan AQSh dollaridan tayyorlangan pulchambarlarni to'ylarda uning bo'yniga taqib qo'yishardi. Xonandaning ma'muriy javobiga ko'ra, bu holat Xorazm viloyatining Gurlan tumanida o'tkazilgan sunnat to'yida bo'lgan. Og'abek Sobirovning ashaddiy muxlisi bo'lgan to'y egasi xonandaning bo'yniga 20 ta $1 kupyuradan iborat pulchambar taqib qo'ygan.
2025-yilning ma'lumotlariga ko'ra, Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov Xorazm to'ylarida xizmat qilish narxi $3000 etib belgilangan. Ikkinchi marta uylanganim rost, qayinsinglimga uylanganim esa yolg'on. Og'abek Sobirov hayoti ko'pchilik o'ylagandek faqat yutuqlar, g'alabalardan iborat bo'lmagan. U hayotidagi eng yomon hodisa ayolining o'limi bo'lganini aytadi. Ayolim olamdan o'tgan, lekin mishmishlar shu qadar avj olib ketdiki, qayinsinglisiga uylandi degan gaplar tarqab ketdi. Ayolim qarindoshimiz, tog'amning qizi bo'lgan. Eslasam boshqacha bo'lib ketaman. Hayotda eng ezilgan davrim bo'ldi. U paytlarni eslasam, o'sha hayotga yana qaytgandek bo'laman. Yaram yangilanadi. Bu hayotda mening yuragimni jarohatlagan eng katta hodisa shu yo'qotish bo'ladi. Bunday taqdirni hech kimga hech qachon ravo ko'rmayman, deydi Og'abek Sobirov. Rahmatli ayolim xotirasiga film ishlaganmiz. Og'abek Sobirov o'zini kino olamida ham sinab ko'rgan. U aktyor sifatida Qizg'aldoq nomli filmda bosh rolni ijro etadi. Ushbu film saundtreki ham juda ommalashgan. Oilamizdagi mudhish voqea, farzandlarimizning onasi olamdan o'tgandan keyin uni bir umrga eslatib turadigan yodgorlik sifatida kino suratga olsak degan maslahatlar bo'lgan. Bu taklifni kutmagan edim. O'ylab qarasam, bu ham savob, ibrat bo'ladi. Mikhail Sulaymon film ssenariysini yozgan, Ibrohim Rasulov filmni suratga olgan. Bu film asosan real voqealarga asoslangan, deydi Og'abek Sobirov. Otamning duolari sabab shifo topdim, o'zlari esa olamdan o'tdi. Og'abek Sobirov dadasi u chalingan dardni Xudodan so'rab o'ziga olganini xotirlaydi. San'atga endi kirib kelayotgan paytlarim 1991-92 edi. Yotib qoldim. Juda ham yomon paytlarni boshimdan o'tkazdim. Balki menga ko'z tegdimi degan fikr ham yo'q emasdi. Hozir ota bo'lib o'sha vaziyatimda ota-onamga qanchalar qiyin bo'lganini bilyapman. Dunyoda hech bir ota-ona farzandining yomon holatini ko'rmasin. Dadam bizni shu darajada yaxshi ko'rardilarki, bizni dunyoga ishonmas edi. 3-4 oy yotib qolganimdan so'ng miyamda shamollash bo'lib, meningit bo'lib qoldim. Keyin yana 4 oy bu kasal bilan kurashdim. Juda xavfli bo'ldi, deyarli 1 yilga yaqin to'shakda yotdim. Tashqariga chiqib biror joyga bora olmasdim. Ozib, o'zimni taniy olmaydigan darajaga kelib qoldim. Oynaga qaraganimda qo'rqib ketardim. Baribir ota ekanda. Otam ustimda turib Allohga nola qilgan. Bolamning dardini olib menga bergan. Bolam qiynalmasin deb. Buni o'z quloqim bilan eshitganman. Dadam shu dardimni so'rab o'zlariga olgan. Shu voqeadan so'ng kundan kunga yaxshi bo'lib ketaverardim. Dadam esa 2 yilga bormay vafot etdi. Dadam temir yo'lchi bo'lib ishlagan, juda baquvvat inson edi. Har kuni 30-40 kilometr piyoda ishga borib kelardi, lekin shu voqeadan ko'p o'tmay olamdan o'tgan. Ba'zida biz otamizga mos farzand bo'la oldikmikan, munosib bo'lib hurmatlarini joyiga qo'ya oldikmikan deb o'ylab qolaman. Hozirgacha shu fikr menga tinchlik bermaydi. Juda qiynalaman, deydi Og'abek Sobirov otasining erta vafot etgani haqida. Ma'lumot uchun, O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov bugungi kunda Lazgi badiiy ashula va raqs ansambliga rahbarlik qiladi.